Barchaga omad tilagan holda ikkinchi turni boshlaymiz. Farz namozlar orasida tartibga amal qilish qachon farz bo'lmaydi? Birinchisi 6 ta namoz qazo qilsa, ikkinchisi vaqt ziq bo'lib qolsa, uchinchisi unutgan holatda. Xo'p, to'g'ri javob. Qaysi namozni 3 kungacha kechiktirib o'qish mumkin? Vaqt boshlandi. Javobimiz Qurbon hayiti namozi. Javob to'g'ri. وكذا الأنهار الأربعة عند أبي يوسف رحمه الله لا عند محمد. Demak, gap nima haqida va 4 ta anhor qaysiligini yozishni kerak. Uchri yerlar haqida gap boryapti va 4 ta anhor deganda Furot, Dajla, Sayxun va Jayxun daryolari. Sayxun, Jayxun, Furot va Dajla anhorlari, daryolari edi. Javob shundan iborat. Bu turdagi eng oson savol va eng qisqa savol. Savol: musofir kim? Musofir kishi bu 3 kecha kunduzlik masofani o'rtacha yurishda qasd qilib shahrini uylaridan ajragan kishi. Xo'p, javob bo'lgan. to'ppa-to'g'ri va to'liq.